Assalomu alaykum. Uzumchilikka, uzumlarni ko'k payvandga qiziqadigan bobo dehqonlar. Bugun 2026-yil 29-aprel sanasi Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan video syomka qilyapmiz. Hozir biz o'zimizning Bog'ot tumanidan bitta akamiz ko'k payvand qilib berin deb chaqirgandi, shunga ketyapmiz. Mana uzum novdalari. Bu yerda Lamborghini, Manicure Finger, Avatar, mahalliy uzumlardan oqnavon, kelin barmoq, o'shanaqa uzumlarni olib boryapmiz. Akamizga shu uzumlar yoqar ekan. Shuni payvand qilishga ketyapmiz hozir. Yana qisqa videolar olamiz. Mana payvand qilyapmiz uzumlarni. Mana past qismidan chiqqanga payvand qilyapmiz, chunki yerdan ozuqani tezroq oladi, keyin bu yoqqa kesib tashladi. Mana bunaqa yonganda og'arib qolsa, mana ichi og'arib qolgan. Ulashga yaroqsiz. Nega deganda 50 ga 50 yoki 40% tutishi mumkin. Mana ko'p odam savol beradi bizga. Juda ham ko'p savol tushadi. Xorazm sharoitida qachongacha ko'kka ko'k ulasa bo'ladi deb. Buni aniq chistasi yo'q. Havoga, havo qisishiga shunga bog'liq. Taxminan 10-magani ulasa bo'ladi. Endi lekin aniq qilib chistani belgilab bo'lmaydi. Neganda mana shunaqa ichi og'arib qolsa, ko'rib turibsiz-ku, mana ichi og'argan. Mana shu ulashga yaroqsiz. Buni ulamaymiz. Mana shu yonganimizda suvlik bo'lishi kerak. Mana ichi og'argan, bu yaroqsiz, tashlaymiz. Hozir ko'rsataman sizga. Hozir buni yonib ko'rsataman. Mana bu yaroqli. Ichi ko'k suvli. Ko'ntirmoqmi? Mana shu yaroqli. Yana shunaqa qilib yonib ko'ramiz. Hoppa. Kesib ketdi. Mana shu yaroqli. Ulamaga bo'ladi. Ichi ko'k suv bor. Bizning videomiz yoqqan bo'lsa, bizga like bosing, obuna bo'ling.